Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti'ninki Halifler Tarihi namlı kitabdaki dersimizdeki devamında bugün Umayyi cemiyetinden boğan 4. halife, Umayyi cemiyetinin Mervani ailesinden boğan 3. halife Abdülmelik ibn Mervan'niki hayatı bilen tanışıp çıkımız. Bu adam Hicriye 73. yılda 86. yıllıkça halife bulup hakimiyet sürgen. Əməliyyatda həm də xəlifəlikə 73-cü ildə burun çıxan bolsa, Abdullah ibn Zübeyr'ninki xilafətini tatıb ağaçqa bu adam məcbur yosunda. Şoňa Abdullah ibn Zübeyr ölüp ketken 73-cü ildən keyin bu adamdaki xilafət zamanı toğra yosundaki xilafət bolğanda şu vaqtda tatıb hesablapdı soýutdy. Bu kimnin oğlu diýen vaqtda Mervan'ın oğlu. Bu Mervan Muaviye bilen peýnäwir boldy bular. Bunun hayatı başta Osman radıyallahu anh'unki hayatı da ötdi. Bir kısım elmikirin işlan kıyğallıqı şu vaqtda sözlengen qanun vallahu alem. Mervan bolsa Hakem'nin balası. Hakem Ebil As Umeyya'nın, Umeyya Abdüşems'in, Abdüşems Abdümanap'nın, Abdümanap Kusey'nin, Kusey Kilab'nın balası. Ondaqda bu adam Peygamberimiz bilen nesibi Abdümanap'ta bir yakildiken. Abdümanap Peygamberimizin çoğun boğuları. Bu Umayyi cemaatinin muş Abdülmelik ibn Mervan'ın mı çoğun boğusu buludu. Abdülmenap'nınki iki oğlu bulup biri Abdüşems, biri Haşim. Peygamberimiz Haşim'den tuğulgan. Abdüşems bolsa Abdülmenap'nın balısı, bu Abdüşems'in Umayya tuğulgan. Bunun kuniye nami Abülvelid. Balısının ismi Velid boğaçqa Abülvelid, Velid'nin dadısı dep atalgan. Bu adam Hicriye 26. yıl tuğulgan. Abdülmelik'e. Bu Abdullah ibn Zübeyr'deki hilafet devirde şu zamanda dadısının vesiyetiga köre veliahdi qilib bayat qilingan. Lekin buniki hilafeti o vaqtda durust emas, to'g'ri emas. Çünkü bu Misr, Şam, ondan keyin Iroq ve Iroq tava bir qism yurtlarni bu adam mecburi yosunda egallab olgan. Abdullah ibn Zübeyr ölüp ketken 73. yıldan keyin buniki hilafeti haqiqiy to'g'ri hilafet buldu. Şu vaqtda bu İslam hakimiyeti, İslam dünyası muşniki kontrollıqı sultanı aslında birlik gelgan. 73. yılı Haccac, bu Haccac Abdülmelik Mervan'niki valisi Kabe'ni buzup qaytadan kumpay-kum qılıtib Abdullah ibn Zübeyr oňşap yasagan haletni çuvup hazır haletke ekep koygan. Kabe'ninki hazır halatı mı? Muş Haccac qayta yasagan haletlerinden kim biri. Bu Abdülmelik ibn Mervan'niki valisi Haccac Abdullah ibn Ömer'ge yoşurun suikast qılıp bununki putuğa neyz sancıtıp zəhərlik neyzini muşniki sebebiden bu adam kesel olup ölüp ketken. Çünkü Abdullah ibn Ömer'ni özüge xavf dep qaragan Haccac. Hicriye 74. yılı Haccac Medine'ye berip Medine ahliga zulüm qilishga başlagan. Hatta Medine'deki Peygamberimizinki muhterem sahabelerden qilib qolgan kishilarni haqorat qilgan bu. Haqoratlab ularning bo'yon qo'llariga tamg'o'ysa etgan. Bu ularni xo'rlash tufaylidan. Mesela Enes ibn Malik, Cabir ibn Abdullah, Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi qatorliq sahabelarni juda ko'p xo'rlagan. Inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu söz qanday vaqt deyildi degan vaqtda bir xil musibat kelgan vaqt deyildigan söz. Suyuti bu ishni nihoyat ig'ir haqorat elyapti. Hicriye 75. yılga kelgan vaqtida Abdülmelik şu hac faoliyatiga boshliq bo'lib, xalifa yo'sunida hac qilib bergan. Onun kendinden Iroqqa Haccajni bu şu Hijaz zeminden Iroq avatib etgan. Iroqning amiri qilgan. Bu bir qism sahabelarni xo'rlagandan keyin bu sahabelar az qilgan. Az qilgan vaqtda buni bu muqaddas zeminde to'g'izmay Iroqqa ketkizishni loyiq ko'rgan. 77. yılı hamda Herakla shahri fath qilingan. Herakla shahri hozirgi Konyada Turkiyaniki. Bu Bizantiyaniki Kon shaharlardan. Abdülaziz ibn Mervan Misr'niki şu vaqtki dağınlıq camisini buzup, adırmış belki şu Fustat camisi bo'lishi mumkin. Ömür ibn Az sağgan. Bunu 4 tarafdan kengaytgan hamda. 77. yıldaki vakada. 82. yılda bo'lgan vaqalardan bu Mesise tarafdan şu Sinan qo'rg'ini fath qilingan. Bu nerede degan vaqtda bugungi şu Turkiyada, Turkiyaning şu Ozna viloyatidagi bir o'rinlar Sinan deb qo'ydi.
Aynı vaqtida bu Rumlarniki zemini. Bu yil esa ham Ermeniya urushi bo'lgan. Chunki men Turkiyaniki bir qism shu Ermanistonga chegara taraflar Ermenilarning qo'lida. Shu paytlarda. Bo'lib muadirmish Iroq tarafdan baga vaqtidagi shu Ozarbayjon, Iroq tarafdagi rayonlar asosan Ermenilar qo'lidagi rayonlar. Mag'ribdagi Sunhaja shahrimi shu 82-yil fath qilingan. Sunhaj asli bir Amazigh qabilalarining nomi. Ayni vaqtda Batur qabilalar Marokeshdagi. Bugungi kunda Marokeshda Sunhaj deb bir kichik bir noya, bir viloyat, bir o'rin shu ism bilan atildi. 83-yili Vasit shahrini Hajjaj bino qilgan. Bu Iroqda. 84-yilga kelgan vaqtida Messisa shahri fath qilingan. Messisa ayni bayam degandek shu Ozna, Turkiyaning Ozna viloyati. Bu Mag'ribdagi Avrupa deydi, bu Avrupa yani Avrupa emasda. Bu mu shu ayni vaqtdagi noyatda Batur qabilalarining nomi bilan atalgan bir kichik bir shahar. Bu mu bugungi kunda shu Marokesh, yani Moritaniya, Mag'rib, Jazoir, Tunis degandek shu doiralar ichida joylashgan bir rayon hamda. Hijriya 85-yili Dabil shahri, Barzaa shahri qurilgan bo'lib, qaytadan yangilanib. Bu ikki shaharni Arab qo'mondonlaridan Abdulaziz ibn Hatim Nu'man ibn Bahili bu shu Hajjajniki urug' tuqqanlari shu qabilalardan bo'ladi. Mush kishi bino qilgan. Bu shaharlar asli Ermanistondagi mashhur shaharlardan bo'lib, hozirgi Ozarbayjonga joylashgan. Ozarbayjonniki ko'p qismi shu vaqtida ayni vaqtida Ermenilarniki hujudlar hamda. Hamda Hijriya 86-yilga kelgan vaqtida Bo'laq qo'rg'oni bilan Ahram qo'rg'oni fath qilingan. Bu hamda Rim imperiyasining ayni vaqtdagi noyatdonliq mashhur qo'rg'onlardan. Bu shu Turkiya, Ozarbayjon chegarasidagi rayonlar shu doiraga to'g'ri keldi. 86-yil yuz bergan voqealardan bunda Qizlar vabosi deydigan bir vabo tarqalgan. Bunda atilishda bu vabo avval ayollarga tegib, shuning bilan buni Qizlar vabosi deb atalgan ekan. 86-yilning o'zida Xalifa Abdulmalik Shavval oyida o'lgan, vafot bo'lgan. Bu odamniki 17 bolasi bor ekan. Endi bu Xalifa Abdulmalik ibn Marvonniki bir qism sifatlari, ortiqchiliklarni bayon qilib o'tsak, Ahmad ibn Abdullah al-Ajali degan olimlar deyishsa, Abdulmalikniki og'zi puraydigan odam ekanda. Chunki bu odam nihoyatda 6 oylik qo'labdan tug'ilgan ekanda, nihoyatda yetilmay turib kichik tug'ilib qolgan. Shunga og'zi puraydigan odam ketdi. Qiziq bir bayonni beribdi. Ayoli bor ekanda, bu odamniki ayoliga bir olma tishlab, "Men yeyta" deb beribdi-da, bergandan keyin ayoli pichoqni deb pichoqni izgandan keyin nima qilsa debdi Abdulmalik. Desa, "Meyadagi maziyallik narsa elitay" degandan keyin bu gap nihoyat g'urur tegib ketib, ayoliniki xatni bergan deydi. Tarixchilardan hamda Ibn Sa'd rahmatullohi alayhiniki degan rivoyatida xilofatga chiqishdan burun, hokimiyatni qo'lga olishdan burun bu odam Madinada yashagan. Madina nihoyat taqvo, nihoyat davomli, zohid, bunda o'tgan odam ekan. Ham Yahya al-Ghassani degan olimniki deyishcha, Abdulmalik ibn Marvon ko'p vaqtlarda Ummad Dardo degan sahoba ayolniki huzurida o'tirdi ekanda, masalan, shu kishidan ayoldan payg'ambarimizning ishi o'zlarini hadislarni o'rgangan gapda. Bu ayol kishiga bir qatim bundoq debdi. Amirul Mu'minin Manga yetib berishcha siz üzüm şerbeti içipsiz ha, shunda bir ibodat zoit odam turib keyingi mezgilda deb shunday desa, ha shundaq qonlanib ichdim deb shundaq degan. Qonlanib ichdim degani hamda masalan o'zining og'aynisi Musab ibn Zubayrni o'sha odam o'ltirgan. Nurg'un kishilarni o'ltirgan, mesela Abdullah ibn Zubayr o'sha kishining qo'lida o'ltirilgan. İmam Nafi degan olimning degan rivoyatida ben Medine'ye kirip Medine'de bir yigitni, bir yaş balını gördüm ki onundek naiti paliyetcan, belleri çeng, faqih, abid, Kur'an'ı köp okuyduğun adamını görmedim. O bolsun Abdülmelik ibn Marvan'dır diye. Bu Medine'de yaş vakti okuvatkan peyitleri bu. Töt Halife'ninki zamanındaki bulavatkan avvalda da. Bu Zenat diye alimden diye sözde Medine'deki faqihler barmaq sanğıçıdak bulup, mesela Said ibn Musayyab, Abdülmelik ibn Marvan, Urvat ibn Zubayr, Qabisat ibn Zuayb. Bular öz vaxtındaki Medine'nin katta alimleri.
Bu alimning qatorida Abdülmelik ibn Marvan'ı sanıgan. O vaqtida Abdülmelik ibn Marvan'ın hech qanday huquq yo'q vaqtlar hamda bu. Hamda Abdullah ibn Ömer Abdülmelik ibn Marvan'ı sifatlab boshqa kishilarning hammasi bola topsa Marvan dada topgan dedi. Bu nima degan vaqtida bu Marvanniki bu bolasi Abdülmelik nayt zaki, nayt fikr o'tkir, aqli nayt yo'ruq bunda odam bo'lg'achqa Abdullah ibn Umarniki bu yaxshi bahosiga erishgan. Endi Ubadat ibn Nusi degan olim Abdullah ibn Umardan bir savol so'rlabdi-da, bu odam shu rivoyatni bayon qilyapti-da. Bu savol mundaq ekanda, ey Qurayshning kattalari, endi sizlar o'lib tugab ketishinglar mumkin. Sizlar o'lib ketgandan keyin biz kimdan fatvo so'rab, diniy masalalarni so'rab ish bajarsak bo'ladi desa, Marvanning bir o'g'li var shunda faqihki, olimki, uningdan savol so'rsanglar bo'ladi deb shunda baho bergan. Endi Abu Hurayra'ningki bir xizmatkori Suhaym degan kishiniki degan bir rivoyatida Abdülmelik ibn Marvan yosh vaqtida Abu Hurayra radhiyallohu anhuning huzurlariga kiribdi-da, Abu Hurayra radhiyallohu anhu eng ko'p hadis rivoyat qilgan Alloh sahobalardan. Abu Hurayra shundaq degan ekan, "Mava keyin butun arablarniki shu arablarni qo'liga oladi mava. Yani arablar podshoh bo'ladi" deb shundaq degan ekan. Balkim Abu Hurayra his qilgan bir farosatlari bo'lishi mumkin. O Abdat ibn Rayyahul Ghassani degan kishining rivoyat qilgan bir mazmunida sahobalardan Ummud Darda degan ayol Abdülmelikka shundaq degan ekan. Men seni ko'rgandan beri, men seni qachon ko'rgandan beri men mush ish, ya'ni mush hokimiyat, cho'qim mush bir hokimiyatga chiqib qolishi mumkin. Qo'lida bir huquq tutishi mumkin deb o'ylaydim. Deb shundaq debdi-da, Abdülmelik nima shunday o'yladingiz ana? Deb bu sahoba ayoldan so'rgan ekan, bu ayol javob berib mundaq debdi. Sendinmi güzel gap qiladigan, sendinmi bakrak bir odamning gapiga quloq soladigan odamni ko'rmadim degan. Endi bu ayol nayt huquq tutgan bir rahbar bo'lgan odamniki ikki xil salohiyatni debdi-da, ikki xil psixik holatni. Biri nayt yaxshi gap qila oladigan, o'rinliq joyda, tetimliq, qaysi o'rinda nima deyishni, qanday gap qilishni bilish bu bir amaldor rahbarlikniki bir sifati. Onundan başqa hamda boshqalar qanday quloq solishni bilishmi, bu bir rahbarlikniki sifati. Nimishqa degan vaqtda bir odam boshqalarning gapini qanday astoydil yaxshi tingshi olgan vaqtida ashunga beriladigan javobni nayt yaxshi o'ylay oladi shu paytlarda. İmam Şuabi degan olimniki degan so'zda mundaq deydi: "Men har qanday odam bilan o'ttasam, shu odam men shu odamdan bir xil ortiq his qilatdim deydi o'zimni. Mayli ilm o'qishda, mayli o'rganishda deganda. Lekin Abdülmelik ibn Marvanni ko'rgan vaqtimda undaq o'ylamadim. Men shunda bir hadisni muzokara qilib o'rgansam, u mendan oshirib o'rganatdi. Bir she'r yodlab she'r o'rgansam, unimi mendan o'shq yodlab bo'ladi" dedi. Demak, Abdülmelik ibn Marvanniki kichik yosh vaqtidagi hayoti nihoyat himmatlik, irodalik, har alqi raqobatda har qanday odamga bo'ysunmaydigan bir ustunlikni, birinchilikni erishadigan bir xususiyat bor ekanda. Bu xususiyat bu odamning shu oxirida hokimiyat beshida bo'y chiqishdan qo'rqmaydigan, ensirmaydigan bir yurakni kuchini bergan. İmam Zahabi rahmetullohi alayhiniki degan rivoyatida Abdülmelik ibn Marvan, Hazrat Osman, Abi Hurayra, Abi Said, Ummu Salma, Barbara, Burayra, Abdullah ibn Umar, Muaviya radhiyallohu anhumlar qatorliq sahobalardan hadis anglagan. Ondaqda bu kishi tabiin xalifa bo'ldi-da. Buningmi shogirdlari jiq, bumi anglagan hadislarni bir qism kishilarga so'zlab bergan. Jumladan Urva, Xolid ibn Ma'dan, Raja ibn Hayva, Imam Zuhri, Yunus ibn Maysara, Rabi'at ibn Yazid, İsmail ibn Ubaydullah, Hariz ibn Osman, Taifa. Bularning hammasi shu tabiinlar ichidagi da'niq hadis rivoyat qilgan kishilar bo'libmi? Imam Zuhrilar, Raja ibn Hayaviylar, da'niq katta tabiin olimlar. Demak, Abdülmelik ibn Marvan hem yaxshi o'qigan, hem yaxshi o'rgatganlik chiqib turdi bundan. Bakr ibn Abdullah al-Muzani'ninki degan bir so'zda mundaq debdi: bir Yahudi bakanda ismi Yusuf, bu musulmon bo'lgan ekan. Bu nihoyat ko'p kitob o'qiydigan odam ekan hamda ayni vaqtida. Shunlar Marvanniki o'ylisidan oldidan o'tibdi-da bir qatim. Debdiki, Muhammad alayhisolatu vasallamniki ummatiga voy,
Mana mushu uyninki egalaridan voy bular cho'qin bulardan bir ish bo'ladi deb shunaq bir ifodani bildirganki. Bu ishlar qachongacha davom etadi bularning bu ishlari desa, Xuroson tarafdan qora bayroq kelgan qadar degan. Endi Xuroson tarafdan qora bayroq qachon kelgan deganda Abbasiylarningki belgisi qora bayroq. Shu qora bayroqni Xurosonda tiklab, Xurosonni Abbasiylar o'z ilkiga elib, oxiri Iroqda Umayyalarningki sultonlik hokimiyatini mush qora bayroqlar kishilar vayron qilgan. Bu Yahudi shundaqla Abdulmalik ibn Marvonniki do'st ekanda bir kuni do'lisa urib mundaq debdi. Musulmonlar haqida Allohdan qo'rqgin, ular podsho bo'lib qolsang juma navoda deb. Vaqtiga yosh vaqti degandan keyin bu Abdulmalik deb qo'yangda gapingdan bo'lamda deb bo'lab. Shunda bo'lib qolsa, men ularga nisbatan qanday ish tutaman, nima ish qilsam bo'ldi desa, Allohdan qo'rqgin shu vaqtda taqvo bo'lgan musulmonlarning ishlari qarta. Masalan, odil bo'lish, taqvodor bo'lish, zoid bo'lish podshohlikda. Mushta maslahatlarni berganda bu Yahudi. Lekin bu musulmon bo'lgan ixlosmand Yahudilardan ekan. O'yti deb bundoq deydi. Endi Yazid Makka ahliga qo'shin avatib tayyorlabdi-da shu paytlarda. Bu Abdullah ibn Zubayrni o'ldirish uchun, tutish uchun avatgan qo'shin. Abdulmalik shu vaqt shundoq debdi-da, Auzubillah bu bir xil ichni katta ig'ir bilganda deyiladigan gapda. Allohning haramiga adam askar avatiga shulamda debdi. Bu taqa Abdulmalik ibn Marvonning Madinadagi vaqtda o'qiyotgan yosh vaqtlarda shona bu Yahudi Yusuf uning dolsa urib qo'yib mundaq debdi. Sening qo'shining unodimmi ig'ir, ko'p qo'shining vaqtiga Makkaga avatilgan deb shundoq debdi. Avvaldan qaraganda bu Yusuf degan Yahudi musulmon bo'lgan. Yani bu nayet köp kitap okuyan qargan vaqtida mushu islom tarixida bo'lgan birinchi mushu ayni vaqtdagi voqealiklar, ayni vaqtdagi samoviy kitoblarda, Tavrat, Injillarda bayon qilingan bo'lsa kerak. Shunlashqa Yusuf bu avvallarda nayet xabardor bo'lib, Abdulmalik ibn Marvonga bir qism ishlardan uchirib beryapti bu yerda. Yahya al-Ghassani degan olimning degan bir so'zda Muslim ibn Uqba avval Madinaga kelibdi-da. Bu Muslim ibn Uqba Yazid ibn Muaviyaniki askar qo'mondoni. Bu Madinadagi Harra voqeasini bostirishda mushadamniki roli bor. Mushadam bostirgan. Madinaga chiqdi-da, shu vaqtda payg'ambarimizniki masjidga kirdim dedi. Kirib Abdulmalik ibn Marvonning huzurida o'tirdim. Bu vaqtda Abdulmalik Madinada o'qiyotgan yosh bola shu vaqtida. Abdulmalik man qarab mundaq dedi. Muslim ibn Uqba. Sen mush qo'shinni sen elib keldingmi? Deb shundoq degandan keyin, "Ha" desam, "Voy onasining qag'ishini olgan. Ne ketyapsan bilamsan? Islomda tunji qatim tug'ilgan bir bola Abdullah ibn Zubayr degan. Payg'ambarimizning do'stining bolasi, ikki balvog'ining o'g'li, ya'ni Asmaning o'g'li demakchi-da. Payg'ambarimiz ig'izlandirgan bir bola Abdullah ibn Zubayr degan. Mushni ola urush qilib boramsan?" deb shundoq deb koyib ketibdi-da. Yani bu kayıpla toxtamay, o kündüzü koysan onu rozadar, keçisi koysan nahit qiyamda tahajjud o'qiydigan müştah bir holatdagi bir taqvo zoid bo'lsa, agar bütün dünyadagi odamlar uni o'ltirishga birlashib o'ltagan taqdirda Alloh taolo ularning hammasini shu sababli jazolaydi emasmi, do'zaxga tashlaydi emasmi? deb Abdulmalik ibn Marvon hamda Yazidniki qo'shin boshlig'iga, askar qo'mondoniga nasihat qilib qilib ketyapti-da, bu Madinadagi taqvo zoid vaqtda ama bu. Afsus Abdulmalik ibn Marvon xalifa bo'lib, xilofat bu odamningki qo'liga tushgan vaqtida Hajjaj bilan biz birga berib, hatto biz uni o'ttirdik deydi. Abdullah ibn Zubayrni dastlabda Yazidning davrida yengilmadi. Shu jarayonda 9 yil o'tdi. Bu 9 yil jarayonida Abdulmalik xalifa bo'lib, o'zi nasihat qilib, askar qo'mondoniga ayıplagan ishni o'zi qildi mana. Abdullah ibn Zubayrni o'zi o'tadi. Ibn Abi Aisha degan olimning rivoyat qilgan bir so'zida Abdulmalik ibn Marvon xalifa bo'lgan vaqtida, shu hokimiyat chiqqan vaqtida Qur'on quchqidi ekanda, shu vaqtida, bayat qilingan vaqtida. Qur'onni shunda qatlab bo'lib, biz hamda mushagicha o'qidiqda Qur'onni hamda. Shunda Qur'on o'qishimiz ham tugashdi deb shundoq degan. Bu nimadan derak berdi degan vaqtida
bir rahbar bo'lgan odam, bir siyosatga aralashgan, bir ummatning beshi bo'lgan odamniki qildigan ishlari nihoyat ko'p bo'ladi. Ummatning da'di bo'lsin, siyosiy jihatdan, askarlik jihatdan yetaklash bo'lsin, Qur'on o'qishga nihoyat vaqti chiqmaydi. Yana bir nuqtada elib o'tgan vaqtida Abdulmalik ibn Marwan nihoyat o'zi bilan nihoyat sarih, keskin, aniq odam ekanda, bir ishni nihoyat aniq, rost, ochiq deydigan. Bundayliqi ishi boshqa, tishi boshqa gap qiladigan odam, rangvoz odamlar emaskin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.